Hammaga salom azizlar, anchadan beri Xitoy mashinalarini obzor qilmay qo'ygandik. Demak, bugungi qahramonimiz BYD Yangwang U7. BYD Yangwang U7 Xitoyda 2024-yildan beri ishlab chiqarilib kelmoqda va hozirgi kunda esa bu BYDning eng yaxshi hashamatli avtomobillaridan biri hisoblanadi. Avtomobil har bitta g'ildiragi uchun 960 kilovatli elektr dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 1306 ot kuchiga ega. 0 dan 100 gacha bo'lgan tezlikka esa bor yo'g'i 2.9 sekund yetarli. To'liq zaryad bilan avtomobil 720 km dan 800 km gacha masofani bosib o'ta oladi. U7ning salon qismi ham juda ko'plab funksiyalar bilan jihozlangan. Avtomobilning 4 tala eshiklarining ochilib yopilishini birgina monitordan boshqarish, беспроводной zaryadka, stakancha qismidagi isitish va sovutish tizimlari, 4 tala o'rindiqdagi obogrev va obduv tizimlari va shu kabi funksiyalarni cheksiz sanab o'tish mumkin. BYD Yangwang U7ning podveska qismiga alohida e'tibor qaratilgan va xitoyliklar uni har xil sinovlardan o'tkazib ko'rishdi. Xo'sh, uning narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda uning Xitoydagi narxi $86,000 dan $98,000gacha belgilangan. Bu avtomobil uchun sizning fikrlaringiz qanaqa va siz bu avtomobilni xarid qilgan bo'larmidingiz? O'z javoblaringizni kommentarda yozib qoldiring va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.